To'yxonalardan. Ayoliga pul bering, shunday pullarki, choyxonani kutib turgan pullardan. Ayolga pul bering, o'ziga emas, ro'mol olmoqchidir qaynonasiga. O'g'liga planshet, qiziga kitob, nosvoy olmoqchidir qaynotasiga. Ayol pul so'rasa bo'lmang darg'azab. Usiz ham titrab turadi yurak. Uyga mehmon kelar, pistoyu bodom, dasturxonga banan, apelsin kerak. Ayol pul so'rasa bo'ling xotamtoy. Sizlarga yor bo'lsin xush kayfiyatlar, ey siz baraka boshi, ey boy otalar, muhtaram erkaklar, vali ne'matlar. Erkak uchun pul qo'l kiri emish. Aylanar restoran, mayxonalarda erkak qo'lin yuvar 2 kunda bir-biridan go'zal choyxonalarda. Erkak pul sarflashga ustasi farang. Chorlar, sinfdoshlar, bir kun jo'ralar, bir kuni kasbdoshlar, do'stlar, ulfatlar, to'planar, kursdoshlar, mardlar, to'ralar. Ayolchi. Ayol bir so'm topsa tugar 10 joydan. Borini oshirar, eplar, uchlar, eri tashlab ketgan yirtiq pulni ham ko'ziga surtadi, yamar, skochlar. Ayolga pul bering so'raganida, ayolga pul bering bo'lmasdan baxil. Ayolga pul bersangiz 3-4 kun o'tmay sizga Xudo berar. Manaman kafil. So'q, olindi, rahmat. Dadasi, 15 ming bering. Yo'q. Ayol kishiga pul nimaga kerak? To'g'ri. Xudoni bergan kuni 15 ming so'raydi, to'g'ri. Endi yig'salar kerak-da. Ben unga bir tigiran bermayman. Ana matoxing o'chganmi? Yo'q. O'chmaganmi? Xotin, nech pul degan eding? 30 ming. Ma. Ma 15 ming. Bo'ladi, bor.